Ko'p soha vakillari qatorida arxitektura dizayn sohasi vakillariga beriladigan mijozlar tomonidan eng ko'p savol bu qachon va nech pulga bitadi? Shu haqida gaplashamiz. Bizga murojaat qiladigan mijozlarimiz bizadan albom tariqasida shunaqa proyektni qabul qilishdan oldin bir qancha etapdan biz proyektni o'tkazamiz. Ya'ni joyni borib o'rganamiz, obmerlarini, razmerlarini olamiz, xonalarni qayta jihozlashini ikkita variantda mebelirovkasini beramiz va interyer dizayn bo'lsa interyer dizayn qilamiz, yoki proyekt qilib beramiz va undan keyin mijoz tasdiqlagandan keyin interyer dizaynini boshlab, hamma ranglari bilan o'zgartirishlarini qilib bergandan keyin shunaqa interyer dizayn uchun albom qo'yib beramiz va undan tashqari rabochiy proyekti bilan, avtorskiy nazori bilan bo'lsa, biz albatta eng oxirgi programmada razmerlarini, mebel jihozlarini, joylashuvlarini, qurilishga kerak bo'lgan hamma smetalarni biz proyektda ko'rsatib o'tamiz va mijozimizning talablaridan kelib chiqib interyer dizaynni kelishilgan stilda bitkazib beramiz va bizning uslugimiz 2 hafta davomida bitadi. Narxi o'rtacha $15-20 tashkil qiladi. Arxitektura sohasida bizning xizmatlarimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga murojaat qilib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Hammaga rahmat.